Robocon testdagi 11.03 masalani C++ da yechamiz. Sanash vaqti. Bunda ikkita son beriladi. Masalan, bu son va bu son. Birinchi sondan ikkinchi songacha sanagancha qancha vaqt sarflanishini topishimiz kerak. Har bir sonni aytishga 10 soniya vaqt sarflanar ekan. Xo'sh, masalan, 1 dan 10 gacha bo'lsa, nechta sonligini topish uchun nima qilamiz? 10 dan 1 ni ayiramiz 9, 9 ga 1 ni qo'shamiz 10. Ya'ni 1 dan 10 gacha 10 ta son bor ekan. Doim demak katta sondan kichigini ayirib 1 ni qo'shar ekanmiz. Va endi nechta sonligini topib bo'lgandan keyin har bir sonni aytishga 10 soniya vaqt sarflangani uchun 10 ga ko'paytiramiz. Masalan, bu yerdan bundan buni ayirsak 20 bo'ladi. 1 ni qo'shamiz 21, 10 ga ko'paytiramiz 210. Endi C++ da long tipida A, B va natija o'zgaruvchilarini e'lon qilib olamiz. Nimaga long? Chunki 10 ning 15-darajasi dedik. Bu int tipiga sig'maydi. Va sin bilan A va B ga o'qib oldik va natija nimaga teng bo'ladi? B minus A kattasidan kichigini ayirib 1 ni qo'shib, nechta sonligini topgandan keyin har bir sonni aytishga 10 soniya vaqt sarflanadi, 10 ga ko'paytiramiz. Va cout bilan natijani ekranga chiqaramiz. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.